Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İslam və Biz proqramımızın 89-cu sanını görüşünlərdən qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görüşlərimiz hammağa məlum bolğandak hər həftə şu saatlarda hər bir müsəlmanın ki çoxun dinində aniq, roşan dəlil isbatlar üstüge düşünüşü kerak bolğan, bilişi kerak bolğan xilma-xil temalarda huzurlarda söhbət qılıb kelyapmiz. Bugün inşallah tünügün biz elanımızda bəgəndək erkeklikteki pasiflik temasida toxtlayıl deb oldurubduq. Programımızdan daimlik mehmini hammalar tanışıb bolğan hörmətli ustaz Şərq Türkistan Ölüm Ala Birliyi əzası, şundaqla Dünya Müslüman Alımlar Birliyi əzası Abdurrahman Cemal Kaşiğari'ni təklif qıldık. Qimmatli vaxtını çıxarıb qadam təşrif qılıb gəldiyi üçün aldığından köp rəhmət ediniz. Rahmet. Allah razı olsun. Qadirli görüşlərimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqali naq meydanında tarqatılıb oturdu. Ekran aldı çıxıb duruyotqan nömrəmiz, şundaqla ictimai fikir vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqali programımızga əlaqədar hər qandaq fikir, təklif, sual bolsa, soruşlarını ümid qılırıq. Şundaqla köplügən qayrindaşlarımızın faydalanışı üçün həm bəhərlik bu işini həm unutmayasınlar. Əmdi bugün biz erkeklikteki pasiflik degan temada toxtalayıl deb oldurubduq əmdi. Dəmallıqı almışda bir xil duyuluş mümkün. Biz ötken qıtımqı bir qancha san programımızda bizdeki Müslüman deb durup özümüzün hayatıda İslami sahada turuyotqan, özümüzni meyli dindiga nayet bek küçlük bir dindar bulaylı görünüşte yoki normal dindin yirak aletde ança-munça meni qoyduğanlar bulaylı. Hemmimiz neticede Müslüman deb durup İslamga qanchalik Allah ve Resulünün körsetmesinden qanchaki yiraqlab ketayotganligimizni tushungan boldik bir qur tafsiliy holatda. Bugün biz shuningga ulablam bu erkeklik degan uqum aslida islom nimani talab qildi erkeklikdan. Qur'oni Karimda Allah 50dan ko'proq yerda shu haqiqiy islom talab qilgan erkeklikning qanday bo'lganligini, nuqul bir jins qartilgan ayol cinsini köstüğün bir ufkum emasligini bununki. Haqiqiy Allah ve Resulü meydan, dinde müstehkem duruş, cüretlik, şicaatlik buluş, İslam talep qilgan her qandaq yerda aldığı seklep en birinci septi turalaydigan bundaq kişilerinki süpti ekanligini tilga oldi. Shuning uchun bundaq bir süpet bir ayol kişi tepilsin hem shunda bizning xalqimizning bir söz var o. Erkekdek bir ayol ekan bu, yigitdek bir qiz ekan bu deb mesela nayeti cüretlik qilgan ishi, nayeti bir esil bir ishni qilgan bo'lsa, xalqimizga almasaqdan tortib bor bir so'z. Buni biz bilgan tafsiliy holatda bu hukmlarning nimani bildirganligi yolg'iz onadan tug'ilib qolgan har qanday bir kishiningki erkek bo'lolmaydiganligi, bu sifatni loyiq bo'lishninki nurg'un shartlari bor ekanligini bir tafsiliy tushunib o'taylik deb o'tiribdik. Rabbim muvaffaq qilgay. Unda olsa aldı bilan hurmatli ustoz temaga shu erkeklikninki aniqlamasi haqida bir tushuncha berib o'tgan bo'lsak. Shundan kirdik. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Bugün yana yukarıda deyilgendek pasiflik, dindarlıktaki ebyalık, pasiflik, boşanlık, susuzluk degan bu temalarni davom etib to'xtalyapmiz. Ama bu erkekçilik yoki erkeklik degan bu temaning intayin muhim temalarimiz. Demek biz bugungi qabullik qilgan bo'lsak, erkekdek ish qilinmaganligimiz uchun, erkek bo'lolmaganligimiz uchun mushkulga qoldik. Hozirgacha bu mustamlikadan, mustabidlikdan, zulmdan, tajovuzdan qutulamagan bo'lsak, yana erkek bo'lolmaganligimiz uchun zulm davomlashmoqda. İşlerimiz oqmagan bo'lsa, rivojlanmagan bo'lsa, pasiflik bo'lgan bo'lsa, bo'linish bo'lgan bo'lsa, fitna fasod ovib ketgan bo'lsa, ichki nizo ovib ketgan bo'lsa, buning hammasimi ya'ni erkaklik qilinmaganligimizdan kelib chiqmoqda. Shunga bu temani bir oz yoritishga to'g'ri keladi deb qarayman. Erkaklik yoki erkakchilik degan bu atalg'uni insonlar har xil izohlagan. Mesela bazılar erkeklikni qiygan sözüde çın turuş, bəgən vədisiga əməl qilish deb izohlagan. Yana bazılar vədisiga vafo qilish deb qaragan. Yana bazılar irodalik bo'lish, qaysarlik bo'lish, qo'rqmaslik, kuchli bo'lish deb izohlagan.
Yana ba'zilar mard bo'lish, saxiy bo'lish deb izohlagan. Yana ba'zilar doilik sifatiga, yetakchilik sifatiga ega bo'lish, kaskin, kisb ish qilgan bo'lish deb tonishtirgan. Yana ba'zilar pul topa oladigan, o'zidan turmushini o'zi qanday oladigan, boshqalarga yukini otib qo'ymaydigan iqtidorga ega bo'lish deb bunda ham tonishtirgan. Yana ba'zilar yoki balkim ko'pinchalar erkak degan bu sifatdan ayolini qattiq qo'lliq bilan, besim bilan boshqurdigan bu kishiga qartildi deb bunda izohlanadi. Demak, insonlarningki erkaklik degan bu atalg'u qarta izohatlari, to'nishlari shu har xil bo'lgan. Endi erkaklikning mohiyati yoki buning haqiqiy nada ko'rinadi desa, erkaklik rostchillikda, samimiylikda, irodalik bo'lishda, qaysar bo'lishda va o'zi haq deb qaragan yoki ishongan narsa qarta qurbon berish ro'yiga ega bo'lishda namoyon bo'ldi. Bu erkaklik. Xo'sh. Erkaklik her xil izzatqullarga qarshi, her xil azdurishlarga qarshi oldirib qolmaslik. Navoda bir xafalik, musibat yoki ig'irchilik gap qilsa bel qo'yib etmaslik, bo'shab ketmaslik, ummis bo'lib ketmaslik yoki maydondan chekinib chiqib ketmaslik demakdir. Erkaklik demak ayolini bozaq qilish deganini ko'rsatmaydi. Yoki ayoli qattiq qo'pollik qilish deganini ko'rsatmaydi. Balki erkaklik demak ayoliga ko'yinish, ish og'irtish, o'zininki jismidek, o'zining vujudidek, o'zining ruhidek deb qarash ham uning ishlariga, ya'ni oila ishlariga va boshqa ishlarga hamkorlashish demakdir. Erkaklik yana fikri mustabidlikni ko'rsatmaydi. Yoki mening deganimni rost, mening deganimni boshqalar tan olayman, mening deganimni ijro qildira olayman degan fikri mustabidlikni ko'rsatmaydi. Mayli tashkilotga tabe bo'lsin, jamiyatga tabe bo'lsin yoki guruh bo'lib xizmat qilib atganlar bo'lsin, her xil tasavvur, her xil tushunchani qabul qilgansa-da fikri mustabidlik qilishni ko'rsatmaydi. Balki erkaklik o'zi ishongan prinsip, o'zi tikilgan g'oyaninki isilligini, to'g'riligini qanoatlantirishda namoyon bo'ldi. Demak, erkaklik degan bu hukm erlik ayollik bilan aloqasi yo'q. Ba'zi kishilar ayolchilik ish qila olmaydi. Hatta uynin bakamaydigan kishilar var. Ayol kishi ayol uchun qaramay, uyni idora qilib boqib ketadi. Ba'zi ayollar var qobiliyatga ega. Demak, bu erkaklikdan yoki erkakchilikdan birisining o'g'avali, birisining qiz o'g'anlik bilan yoki ayol o'g'an bilan aloqasi yo'q. Shundaqla buning yosh bilan munosabati yo'q. Masalan, bo'vay bo'lsa, o'ttir yosh bo'lsa, degan uning bilan aloqasi yo'q. Chunki ba'zi insonlarning yeshi cho'ng bo'lgan bo'lsin, ammo aqli cho'ng bo'lmagan, qiliqlar cho'ng bo'lmagan, ish harakatlar to'g'ri bo'lmagan, tayini yo'q, ishlarni qilib yuradigan, hattoki aniq xatoligi, axloqsizligi, rezilligi, bo'lginchiligi aniq oshkora tusmi shu odamlarning kendidan mengib yuradigan bunda aqlsiz odamlarning topqini bo'ldi. Demak, o'zininki yeshi cho'ng bo'lgan bilan qilgan qiliqi, tasavvuri joyida bo'lmay qolib qolsa, buni erkaklik degan olmaydi. Bu erkaklik to'g'risida Payg'ambar alayhisolamning bunday bir hadisi var. Buni izohlasam balki taqim tushunish mumkin qarindoshlar. Payg'ambar alayhisolam innaman nas kal ibl dedi. İnsanlarni to'giga o'xshatsak bo'ladi. To'giga o'xshatib baqayli dedi. İnsanlar to'giga o'xshaydi. To'gining ichida 100 to'gining ichida yaraydigan bir to'gini topmoq nihoyat tasdi. 100 to'gi bo'lsa, seninki ajdoddan chiqadigan, sening maqsadingni ishga oshira oladigan yaramlıq tögüdün birini tapmaq təzdir. Şuningdek 100 odamning ishidan kaqildigan, maqsadni hosil qildigan, ma ishning huddisidan chiqa oladi deydigan odamni topmoqni ta'zdir payg'ambarimizning so'zi bu, mening so'zim emas. Xo'sh. Agar bu hadisga tahlil nuqtasi bilan qaraydigan bo'lsak, yorug'idek, ya'ni kaqagidek bir ishga tayinlasa yoki mas'ul qilsa uning huddisidan chiqaligidek, yetakchilik qilaligidek, o'zini so'rab ishni bir taraf qilaligidek yoki jamiyat ta'sir ko'rsataligidek bunda odamlar intayin oz uchraydi deydi. Chunki ko'plagan insonlarningki tushunchasi to'van, aqliy qobiliyati to'van bo'lishi mumkin, irodasi ojiz va ba'zi insonlar faqat o'zidan boshqani o'ylamaydigan yoki qo'sqidan boshqani o'ylamaydigan bo'lg'achqa, bu odamlarni to'g'ri yo'lga
Sani ko'p bo'lsin, vaqti kelgancha ishga yaramaydi deydi hadisdan hukm. Xo'sh. Yana ba'zi bir insonlar bor, eg'izlik gap qarshi shunda cho'ng. Nəhayət yaxşı gaplarni qiladi. Yaxshi va'dalarni beradi. Biror narsa tashabbus qilinib qolib qolsa, biz bor maydonda deb mayda qoqidi. İqtisod jihatdan ehtiyoj bo'lib qolsa, biz tayyor deydi. Odam jihatdan ehtiyoj bo'lib qolsa, biz tayyor deydi. Kuchga yoki boshqa narsa ehtiyoj bo'lib qolsa, biz bor deb mayda qoqidi. Unda og'iz deydigan ahvollar ko'p. Ammo amaliy ehtiyoj qo'yilgan vaqtida nadi bu odamlarning o'zini, nadi bu odamlarning iqtisodini, nadi vaqtini, nadi fikrini yoki nadi masalan hech narsani topib olmaydi. Xo'sh. Ba'zi bir odamlar o'zi haq deb ishongan narsaga mudofaa sohasida, himoya sohasida turmaydi. Masalan, islom dinini haq deydi, ammo qo'g'damaydi. Islomga hujum qilayotgan noabga bir qism insonlarning kaynidan cho'kdab yuradi. Qur'onga haqorat qildigan, islomning prinsiplarini haqorat qildigan, payg'ambarimizning sunnatlarini inkor qilgan ozg'unlarning kaynidan cho'kdab yuradi. Mana bu nimani ko'rsatadi? Erkeklik ruhiga egolanmaganligini ko'rsatadi. Yana bir qism insonlar borki, din deydi, din va yer yo'q. Vatan millat uchun ish qilman deydi, bu yerim yo'q. Yana diniy xizmat topqilinmaydi, yoki vatan millatga hassi qo'shadigan bunday yerdimi topqilinmaydi. Demek Peygamberimiz degende 100 adamdan işinden kakildiğen bir adamını ya tapmak tez degan o'xshash bugünkü zamanımızda mı köplügen insanlarda bu xil passivlik, bu xil kasallik, bu xil illat mevcut. Mesela takım biraz kenartayız. Meydan qilsak adamlarning soni ko'p. Lekin millat ehtiyojliq bo'layotgan masalalarda harakat qiladigan yoki millatning ehtiyoji uchun otlanadigan mushnaqa bir kishilik vazifamni ado qiladigan odamlarni topmoqdasiz. Gerçi bu vatan hammamizdan, gerçi bu millat islomiy qarindoshlik, milliy qarindoshlik tuqqanimiz, aqidamiz, qimmat qilishimiz hammamiz bir o'g'an bo'lsin, o'zimizdan o'g'an bo'lsinmi, buningga hass qo'shadigan, harakat qiladigan odamlarni topmoqdasiz. Xo'sh. Gerçi o'qigan odamlarning soni ko'p bo'lgan bo'lsa-mu, bilim ma'rifat sohasida millatning ehtiyojini qandoqdek yoki ta'lim tarbiya sohasida millatning ehtiyojini qandoqdek yaramli bu odamlarni topmoqmi tez. Ya'ni bu diniy sohada olsun, o'qigan odamlarning ko'p bo'lishiga qaramay, millat muhtoj bo'layotgan nuqtalarda fatvo berish yaraydigan odamlarni topmoqmi tez. Yoki u odamlarni aytasiz. Yana yozuvchilar ko'p. Her yer yazı, qog'oz yozadi, to'g'ri yuz yozadi, u yozuvchilar jamiyati, bu yozuvchilar jamiyati jiq bu jamiyatlar. Yoki her yer yozayotgan. Yozuvchilarning ko'p bo'lishiga qaramay, jamiyatga bevosita munosabatlik, millatning taqdiriga bevosita munosabatlik, yangi fikrlarni ishlab chiqarishdan yoki yangi tushunchalarni, sog'lom fikrlarni ishlab chiqarishdan yiroq bo'lgan bunday yozuvchilarmi ko'p. Yozuvchilar ko'p, lekin ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanadigan yoki yangi fikr ishlab chiqargan odamlar az. Yani tashkilot qarsak, tashkilotmi ko'p, sonni ko'p. Ammo siyosiy tajribaga ega bo'lib tashkilot qurgan odamlar az. Ya tajribaga ega emas, yoki bu kasbda bir necha yil bilim olgan emas, birisi pulga tayinib tashkilot qurib olgan, birisi graska tayinib qurib olgan, biz sallislik tayinib qurib olgan, bizsa nopoz tayinib qurib olgan. Ammo buningda bir kasbiy idorishunoslik qobiliyat bunga ega bo'lmagan bunday ahvollarmi mavjud bo'lsa mavjud. Birliklarmi oz emas. Masalan, u birlik deymiz, bu birlik deymiz, birliklarmi ko'p. Lekin sog'lom siyosiy harakat xaritasiga ega bo'lib turib harakat qilgan tashkilotlar. Ko'pincha birlashimiz deydi, ammo bo'ladi. Mening qishim kelsam, men birlashtirsam bo'ldi deydi. Yani ben çoğun olsam bo'ldi, men baş bo'lsam bo'ldi deydi. Ama sağlam siyasi hareket xaritasi millatning kimligiga qimmat qarshi qarta sağlam siyasi hareket xaritasi bormi yo'qmi ko'pinchisi yo'q. Ism cho'ng, biz pul tayinib qo'ygan, biz nopoz tayinib qo'ygan, yana bir bor. Ammo sağlam siyasi hareket xaritasiga ega bo'lgan bunday tashkilotlarni aytasiz. Da'vochilarmi ko'p maydonda? Her kuni da'vochilar her xil fikrlarni o'tirib qo'ydi. Lekin millatning bir butun kimligiga, musulmonlik axloqiga uyg'un holat harakat qiladigan, gap qiladigan, yozadigan bunday da'vochilar emas. Ko'pincha qarshi bir yerda kashida. Ya og'zi buzuq, ya tili buzuq, ya qalbi buzuq, yoki qalbi buzuq.
Yani mescid kılganlar jık. Ama Kur'an sünnetini qoğdaydıganlar az bilan. Mescid gördü. Kur'an sünnetinin hürmeti üçün iş kılıyordunuz deydi. Ama Kur'an sünnet hakaret kıldıgan, Kur'an sünnet hakaret kıldıgan adamlarını kendi çökülüp şöyleydi. Siyaset namı bilen, siyaset bahanesi bilen. Musulmanlık davası kıldıganlık köp, ama İslam'ın bir bütün prinsipiga uygun hareket kıldıgan adamlar az. Demek hadis degen okşaş, köp adamlar tepelidi, sanda, ama iş kıyarıgıdak, ölçem güç gidek, bundak adamlar naydi az uçaraydı. Xuddi 100 tögün açıdan sana yaraydıgan bir tög uçkandek adamlardı bu da az buna dikkat kıldı. Sanıga tayinip iş kılmadı. Süpet lazım. Erkek lazım değil. Fakat erkek kişi olsun bulmaydı buna kadar. Erkek lazım değil. Ayal kişi olsun, erkek kişi olsun değil. Demek bu erkeklik hulasılığa vaktimiz demezse akidesiga, vataniga, milletiga, kıymet karşıga, medeniyetiga ilgi çıkış. Qoğdaş, muhafizat qilish. Buni erkakchilik deymiz. Ko'p rahmat, Allah razı olsun. Endi şu erkeklik hukumidagi xato tushunchalar haqida biraz so'zlaydi. Erkeklik yoki erkakchilik degan bu hukm badan ve sirtqi ko'rinishga munosabatli bo'lgandan bakrak insonning ruhiga, insonning ideyasiga, insonning ko'ngliga, axloqiga bakrak munosabatli. Çünkü bazı insanlar qarsak, onunki şekli, yani bedeninki çoğunluğun değil mesela, sağlam buluşu, çoğunluğu qarmay, ama iradesiz aciz olgan. Aqli tushunchasi töven bo'lgan, himmatsiz olgan, puchak ishlarning kaynida cho'g'lishib yurgan, yoki bir narsa imzo atgan bo'lsa, va'dasiga vafo qilmaydigan, vafosizlik qilgan bunday insonlar chiqadi. Badani saqlasak saq, badani cho'ng desak cho'ng inson vafosiz. Qiygan gapida turmaydi. Ammo yana bir qism insonlar bor, uning jismiy hayotida yoki badanida bir nuqson bor. Yoki sağlanmamaslik, yoki harakat qilinmaslik, yoki bir a'zosi yo'q deganga o'xshash, yoki ishqulliq ishlab ishlamaydi deganga o'xshash bir xil nuqson bor. Lekin bu insonlarning badaniy holati nuqson bo'lsa-mu, irodasi kuchli bo'lg'achqa, aqidasi sog'lom bo'lg'achqa, bular kuchli ishlarni, jonliq ish faoliyatlarini olib boradi. Sog'lom harakat qila oladi, to'g'ri nishon uchun yashay oladi. Unda o'g'a vaqtida bu erkakchilikni sirtqi ko'rinish qarab, shakl qarab topgan olmaydi. Buni irodaga, prinsipga, nishonga bog'lash va mush asosda tushunishmaydi. Shunga bu nuqtadan qisqacha erkakchilikda xato tushuncha bo'lgan omillar yoki nuqtalar ko'p. Men bularning 4 masalani qisqartirib o'tay. Ya'ni erkakchilikda xato tushuncha yuz berayotgan omillarning birisi. Omillar. Birinchisi erkakchilikda xato tushunilayotgan yoki xato tasavvur qilayotgan masala o'zini ko'rsatishga urinish. Illati. Ba'zi bir shaxslar mavjudki, bular mashrulash tuyg'usi bilan bo'lsa kerak yoki memnun mavjud bu maydonda, memnun bor bu yerda o'zini isbotlash tuyg'usi bilan bo'lsa kerak. Millatning qimmat qarshiga rioya qilmaydigan, millatning kimligiga rioya qilmaydigan ta'tur aqim paydo qiladigan bunday insonlar mavjud. Qilgan ishini men yangilik yaratdim deydi. Men erkakchilik bilan boshqa diyenmeganni dedim deydi kallasini. Boshqa qo'yolmagan gap dedim. Ammo sizning qilgan erkakchiligimiz erkakchilik emas. Qanday bo'lib sen xizmat qilmoqchi bo'lgan bir vatanniki, millatniki qimmat qarshi, muqaddas deb qargan narsani haqoratlab turib, kamsitib turib, ko'zga ilmay turib, sen qanday erkak bo'ladaysan? Sizning qilgan bo'lgunchilik bu. Bölüşning yo'li bu. Sen bu millet xizmatchi bo'lsang, xizmat qilmoqchi bo'lsang, bu millatniki muqaddas deb qaragan narsalarni, qimmat qarashini, kimligini qo'g'dishing kerak. U vaqtda bu millat xizmat qilgan bo'lsa. Ammo aqmning ta'diri bo'yicha, ta'dir aqm paydo qilish, g'alitlik paydo qilish bu hargiz erkakchilik emas. Balki bölüşning, parchalashninki bir vositasi. Ikkinchi birisi xatolikqa cho'ng turib olish.
Ba'zi bir insonlar borki, fikrning xatoligi aniq bilingandan keyin ching turib oldi. Nima ish bunday ching turib olsizlar desa bo'ladi. Biz erkak degan gapidan yanmas. Yanmaydi. Bir narsa pozitsiya bilgan bo'lsa, undan voz kechmas. Qarani olgan bo'lsa, xato bo'lsa-mi, nim bo'lsa bo'lar. Uningdan keyin chekinmas. Erkaklikning taqozosi. Bu erkaklikning taqozosi emas. Erkaklik xatoligini e'tirof qilish erkaklik. Xatoligini tonish fazilat bu. Ammo xatolikning ustiga xatolik qilib ching turib olish, boshqalarni shu yo'lga tashabbus qilish yoki shu yo'lda manash bu fikriy jihatga, siyosiy jihatga va boshqa jihatga xatolik. Ziyon, musibatga iborat. Chunki buni erkaklik deb da'vo qilganman. To'g'ri o'lab qolsa, foydasi aniq o'lab qolib qolsa, u vaqt ching turamiz. Ziyon tarafi aniq oshkor bo'lgan masalada ching turib olish bu hargizmi erkaklik emas. Üçüncü bir misal, ailega qattiq muomala qilish yoki ayoliga, balchaqillarga qattiq muomala qilish. Bu mu erkaklikning bir xato tushuncha. Ba'zi bir insonlar bular deydi ki, aileni, ya'ni ayolni qattiq chang boshqarish lozim. Qattiq qo'llik qilish lozim deydi. Xo'sh. Hatto ba'zilarning kedimizda hamda burungi vaqtlarda pat urib qo'ymas adam bo'lmaydi deydigan ta'tukallar mavjud. Yani zulüm. Şu an ayollarni mazlum deyişi, ben zulüm qılaman degan adam mazlum deydi. Aslida ayollar mazlum emas. Kishidan hurmatlik. Kishini kishi qilib baqqan, tarbiyalagan hech tuga shu ana emasmi? Qo'yilgan ismni qo'ydi. Demak, kishi zulm qilgan uchun ayolimiz mazlum deydi. Balkim bichorlik demasini qilgan. Bichorni kim qildi? Sen qilding. Xo'sh. Bu da deydiki, ayolga siyliq, yumshoq muomala qilish erkaklikka zid keladi deb. Bundan tasavvur. Ayol kishi bilan maslahatlashish, uyning ishlarini va boshqa ishlarni erkaklik zid deb qaraydi. Ayol kishiga yordamlashish, baloz baq berish yoki qo'lida bir sonka saypayda bir narsa olganmiz to'shib berish yo'lda bu erkaklik zid keladi deydi. Buni tasavvur. Ammo tamoman bu erkaklikning ziddi bundan qarshi. Erkaklik ayolini asrashda. Ayolini qo'g'dashda. Ayoliga hamkorlashda, qiyinchilik o'z ko'tarishdi. Uyning ishlari bo'lib qolsa, maslahat bilan bir taraf qilishdi. Sen payg'ambarimizdinmi, erkakmisan? Payg'ambarimiz oilasida eng ko'p maslahatchidigan nomisi. Sen kim? Eng oddiy bir misol, boshqa misol aytganman. Xo'sh. Demak, bu yerda o'zining bir juft. Ko'z qarchug'anga o'sish, asrash buyurilgan dinimizda. Eynek dedi ayollar, qavorir. Siz sunib ketish ehtimoli bor, buni obdan asraladi. Ammo to'xtamay urush, tillash, haqoratlash, bo'zaq qilish bu erkaklik emas bu. Axloqsizlik, zolimlik bu. Ayollar qilingan mustabidlik bu. Chunki bu erkaklik degan ishiladigan o'rin bor. Hargizmi ayollarga erkak deb zulm qilish, yoki besim qilish, yoki o'rinsiz muomala qilish bu erkaklikning qatoriga emas. Bu hukmni to'g'rilash lozim. Dördüncü birisi xato tushunganimiz haqoratlik qilish. Yani ba'zilar o'zining erkak ekanligini ifodalashni orzu qilish kerak. Yoki o'zining bir qaltis bir inson ekanligini, u bo'lmasa ish mangmaydigandek. Jamiyatdan ish to'xtab qolgandek, millatninki harakati uxlab qoldigandek tasavvur kirib oldi ba'zi. O'zmabtullik kesili. O'zmabtullik kesili. Boshqalarni yaratmaydi. Uning ishidan putaq topadi, buning ishidan putaq topadi. To'g'ri? Putqi bor. Ya'ni putaqdan maqsad xatoligi bor. Ammo to'g'riligi bor. Bir insonninki yoki bir odamlarninki yoki bir guruh odamlarning 80%, 90% ishi nima tarafga ketayotgan bo'lsa, to'g'rilik tarafida, yaxshilik tarafida, uningki 5%, 10%, 20% qisman xatolik illat bilan ketgan bo'lsa, yaxshilik tarafini kuchlantirish bu axloqning, insofning jumlasi. Ammo ba'zi insonlarga hech kim yaratmaydi. Lekin o'zi ish qilmaydi. Boshqalarga to'xtamay qalpoq kiydirdi, baho berdi, ammo o'zi ish qilmaydi. Insof qilmaydi. Ish deganda mundaq qilish lozim deb jar soladi. Boshqa o'zidan bir ish qilayotgandek, boshqalar ish qilmagandek. Boshqalar quruq so'zlayotgandek, u yo'l so'zlayotgandek bunday tuyg'u bilan kayfiyat yo'q. Buning ahvoli qarsa ya xulosasi
Ba'zi vaqtlarda mo'zaydan juğur samanlıq kişilik degan yakuni bir necha yildan keyin buni ko'rib olganimi. Ko'pinchisini shunday ko'ramiz haqiqatan. Bu nereden kelib chiqdi desa, hakavurlik illatidir. Beshinchi bir xato tushuncha lükçek mijozlik. Ya'ni lükçek mijozlikni yoki beshamlikni erkaklik deb tushunaverish. Bu bir xato tuzish lazım. Ba'zi bir insonlar bor, o'zimning erkakligini isbotlayman deb to'xtamay boshqalarga jiddiy qiladi. Yani başkalarını uruşup doğmasam beni tanımayın. Başkalarını ançıyormuş, ökürep doğmasam beni itiraf kılmaydı. Başkalarını ançıyormuş, kalpak edip doğmasam beni bazarım çıkmaydı. Diyen okşaş, hata usullarını kullanın. Bu tasavvuru bunda olsa mı cemiyetin ki, çoğu olaman, cemiyetin aldığı olaman değil. Bu erkekçilik emez mi? Bir tarafa karşı bir şevlik, bir tarafa karşı lükçeklik. Yani dinimizde ebgalık, pasiflikte ibaret. Eğer sen o havalı olsan, bizden tilimiz boyunca erkek olup kalsan, bu yoğancılıkta Müslüman kardeşin kılmaysa düşmanın kalsın. Düşmanın aldık yagençalik yok bu. Ama özünden kardeşi yok gerekti. Lükçekilik kılır. Bu erkeklik emez mi? Bunu başka şifarlamayın. Pasiflik. Şuna bu 5 noktanı doğru düşünüş lazım. Bu herkes mi yukarı özünü gösterişe uğrunup iş kılış. Özününki hata göz qarash cho'ntirib olish, ayolini bozaq qilish, hakavurlik va lükçeklik bu biz to'xtalmoqchi bo'lgan yoki dinimiz tashabbus qildigan erkaklik yoki erkakchilikniki qatoridagi ishlarimiz. Buni diqqat qilish lozim. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Endi shu islomdagi erkaklikning o'lchami haqida so'z qilib tugatsak. İslamdaki erkakchilikningki o'lchami bir kishininki er olup ya oğul olup tug'ilganlik emas. Biz ba'zi deymiz, dadansı ismini o'g'avali qo'ygan yoki o'g'avali tug'ilgan. Bu erkakda ish qilolmadan sen bir erkak jinsi bo'lsanmi deb tanqid qilgan gap, ayblgan biri. Demak, bir odamning er bo'lganligi uning erkakligini ifodalaydi. Bir odamning mol mulkining ko'p bo'lganligi, millioner bo'lganligi uning erkakligini ifodalaydi. Birsiniki obro'yiningki katta bo'lganligi uning erkakligini ifodalaydi. Birsiniki nasibiningki falandan kelganligi uning erkakligini ifodalaydi. Yoki bizning badanining kuchliligi, yoki bizning bir qurol etishni o'rganib olganligi erkaklikni ifodalaydi. Bu erkaklik mesela yuqoridagimizdek er bilan ayol o'xshash bu sifat. Xo'sh. Bu sifat er kishiga mangadi, ayol kishiga mangadi. Unda o'g'a vaqtida bu erkaklikninki o'lchami yoki sifatlari nimalardan iborat? Dinimiz nimani erkakchilik deydi? Buni bir qarab boqaylik. Qur'on-i Karimda yuqorida aytilgandek 50 dan ko'p oyatda erkak degan bu sifatni ishlatadi. Bu ishlatgan sifatlar faqatlam er jinsi maqsad emas. Xo'sh. Ya'ni to'g'ri ish qilgan, prinsipga amal qilgan, samimiy, sodiq bo'lgan, irodalik bo'lgan, dunyoga kelish g'oyasi bo'yicha harakat qilgan bu odamlar ko'z tutildi. Mesela Qur'on-i Karim qo'ygan o'lchamlarning birisi burada o'zini pak tutishga ahamiyat berish. Yani insan ichki jihatdan va sirtqi jihatdan o'zini poklashga ahamiyat berish bu erkakchilikning birinchi alomati. Chunki Qur'on-i Karim bu vaqtda fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahhar. Erkak odamlar degan pak keladi dedi. Badani pak, sirtdan boshlaydi. Kiyimi pak, qalbi pak, ko'ngli pak, tili pak, qo'li pak, qo'sqi pak, hamma yeri pak buning. Bu adamlar Allah maqtaq adamlar. Amma sirtimiz qarsak pak, lekin qalbimiz qarsak boshqa holat bo'lib qolsa, bu erkaklik ro'y bu tepiladi. Bugun kunlikdagi bir-biriga og'dirilayotgan yoki yig'iyotgan til ahonatlar. Tor dunyosida va boshqa ichkironlarda. Musulmonlik suftiga yarashamda tusham hech qanday tushmaydi. Fikrni munozir qilaylik. Muayyan bir masaladagi to'g'ri xatolik haqida, foydasini haqida, ammo shaxsiyat haqida, yarimiz haqida dalilsiz, poksiz yig'iyotgan haqoratlar hargizmi bu poklikka ahamiyat berish qatoriga kirmaydi. Biz sirtqi holatimizga qanchalik pok bo'lishga ko'ngil bo'lsak, qalbimizning pokligiga, tilimizning pokligiga, qalbimizning pokligiga unig'imi ko'ngil bo'lish bu erkaklikning alomati. Allah yaxshi ko'radigan alamat. İkincisi samimiy bo'lish, sodiq bo'lish. Ya'ni
erkeklik samimiy bo'lishni, Allohga bergan va'dasiga amal qilishni va o'zi haq deb qaragan yo'lda mustahkam turishni taqozo qiladi. Buni samimiylik deydi. Yoki irodalik bo'lish. Yoki biz to'xtalgan erkaklikninki eng yuksak namoyanlarimiz. Chunki Qur'on Karim bu vaqtda minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Müminlarning ichida, albatta buning ichida erlar va ayollar va mu'minlarning ichida. Mu'minlarning ichida shunday erkaklar borki, erjins maqsad emas bu yerda. Erkaklar borki, bular Alloh bergan va'dasiga amal qilganlar. Samimiy insonlar, sodiq insonlar, vafodor insonlar. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah degan bu imzoga amal qilganlar bo'ladi. Mush haq yo'lda o'lib ketganlar bo'ladi. Şehit olib ketganlar bo'ladi. Mush yo'lda ömrünün oxirigacha davomlashtirganlar, davomlashib qo'shlashganlar bor bu dunyo bilan. Yani bir bölük insonlar borki, mush o'zi ishongan haqiqatni qo'g'dash yo'lida, mush yo'l yashash yo'lda, ya'ni o'limni, shehitlikni kutib turayotgan odamlar. Bular hargizmi haq yo'ldan voz kechmaydi. O'lib ketishga roziki, voz kechmaydi. Demak biz Alloh bergan va'damizda rostchilmi, rostchil emasmi? Erkak bo'lamiz bo'lsak, bunga diqqat qilish lozim. Uchinchisi iymonning kuchli bo'lishi. Erkaklik iymonning kuchli bo'lishini taqozo qiladi. Chunki iymon kuchli bo'lgancha odamda bir maydon shakllanadi. Prinsipchan bo'ladi. O'zi to'g'ri deb qaragan narsada o'zining jonini, mol-mulkini, hayotini, vaqtini taqdim qiladi. Bunda ruh shakllanadi. Bizning prinsipni mustahkam turolmasligimiz yoki siyosiy ideyamizda mustahkam turolmasligimiz dal bu iymonning kuchli bo'lmaganligidan kelib chiqadi. Balki buningda ba'zilar bu siyosat degan o'zgarib turishi mumkin. Buning o'zgaradigan yeri va o'zgarmaydigan yeri bor. Iymon kuchli bo'lgan vaqtida haq bilan botil kurashda bu yerda o'zgarish bo'lmaydi. Zolim bilan mazlum orasidagi bu kurashda o'zgarish bo'lmaydi. Nan payg'ambarimizga boshqalar ozdirish uchun, yo'ldan chekindirish uchun, haq yo'ldan voz kechish uchun turli fikrlarni o'tirib qo'ydi. Milyonlab pul beraylik dedi. Mansab beraylik dedi. Yani bir narsadir. Bugun kunlikda ba'zilari haq yo'ldan chekindirish uchun millionlab dollar xarjlayotgan ahvollar mavjud. Ba'ziga tashkilot qurib berib aldayotgan ahvollar mavjud. Ba'ziga yan qalpoqdan bizib berib cho'girtayotgan mavjud. Ba'ziga xotin kishilar bilan, ozg'in xotin kishilar bilan axloqdan chiqarib qalpoq tushirayotgan ahvollar mavjud. Ammo payg'ambarimiz o'zi ishongan bu haqiqatning to'g'ri ekanini bilganligi uchun butun nasrat qildi. Qabul qilmadi. Demek bir yerde bir adam bir narsaga ishonsa, bu darajada ishonish lozim. E'log'i senki bu ilmdan, insonning kuchi yetmaydigan bizning tasavvurimizda. Kuni bilan ayni, ya'ni butun dunyoni oldimga olib ketmasammi, voz kechmayman yo'lamdan. Bizda mushundaq bir erkaklik bo'lsa, e'tiqodimiz mushunda keskinlik bo'lsa, u vaqtda bizning ishimiz jonlangan bo'ladi. Xo'sh. 4-sifati, yoki 4-o'lchami to'g'ri yo'lda ching turish. Erkaklik to'g'ri yo'lda ching turishni, o'zi ishongan aqidaga zid qilmishlarni, zid tasavvur ideyalarni shakllantirmaslikni, paydo qilmaslikni va shuning bilan birlikda har turli ezit qonunlari bor. Shaytonning ezit qistaymiz, iqtisod, mansab, shuhrat, o'ch-bo'ch. Bunga oldirib ketmaslikni taqozo qildi. Chunki dinimiz bu erkaklarni sifatlab rijalun la tulhim tijaratun va la bay'. Bu erkaklar iymondan, e'tiqoddan, Alloh bilan yaqin turishdan, haq maydonda turishdan, mol dunyo, tijorat yoki mansab, yana bir narsa mashg'ul qilolmaydi, tatib ketolmaydi. Ammo bugun kunlikda pul uchun u ham ketayotgan bo'lsa, mansab uchun prinsipimizdan voz kechayotgan bo'lsa, u vaqtda biz erkakchilik ruhimizni tugatdik degan. Pul topamiz deb harom yo'lga kirib qolgan bo'lsak, tijorat qilamizda. Yoki muayyan bir yordamni olamiz deb o'zimizning aqidasiga zid narsalarga imzo qo'yayotgan bo'lsak, qabul qilayotgan bo'lsak, bizning erkakchilik ruhimiz o'lak degan gap. Xo'sh. 5-o'lchami mas'uliyatchan bo'lish. Erkaklik demak mas'uliyatchan bo'lish demak. Mas'uliyatchan bo'lish demak bir inson o'zining aqidasiga qarta, vataniga qarta, urug' tuqqan jamoat yoki millatga qarta o'zining vaqtini chiqarish, imkoniyatini chiqarish,
Ya boshqa barliq imkonni sarf qilishga tayyor turish demakdir. Ammo o'zimlar bo'lsa bo'ldi, boshqalar bilan mening nima ishim deydigan bu to'yga kirib qolib qolsa, bu mas'uliyatsizlik hisoblanadi. Bu mas'uliyatsizlik xarakterdagi insonlarning soni ko'paygansa, bugungilar mustamlika, mahkumlik va boshqa turli xo'rlik maydon keladi. Ammo afsus ko'p degan kishilarda bu din o'zimiz ishongan, o'zimiz to'g'ri deb qaragan bu aqida uchun kurash qilish bu ulamoning vazifasi edi. Bu vatan uchun harakat qilish tashkilotlarning ishi edi. Deblar mas'uliyatni bir bo'lik odamlarga otgan bo'lishini bilan mas'uliyatdan qutulishga urinayotgan ahvollar. Dal bu mas'uliyatsizlik. Qandaqdir bu yerda o'zi inson o'zi muqaddas deb qaragan, to'g'ri deb qaragan, bu narsa vaqtini chiqaramasa, aqlini chiqaramasa, fikrini beramasa, iqtisod jihatdan va boshqa jihatdan buni tayyor turamasa, bu mas'uliyatsizlik hisoblanadi. 6-chi o'lchami himmatli bo'lish, jur'atli bo'lish. Ya'ni haq maydonda haq gapni qilishda, haqiqatni qo'g'dashda, zolimga taqobil qarshi turishda haqni haq deyish lozim. Buni desak, uning ta'siri yetamki, yoki buning ta'siri prinsipal masalada bunda davolashga o'rin yo'q. Haq deb qaragan masalada buni o'ttirga aniq aytish bu jur'at talab qiladi, himmat talab qiladigan masala. Erkak demak bu g'ururi bilan, sharaf bilan yashash demak. O'zining qimmatini tushirib o'tadigan nuqtalardan, ishlardan yiroq turish demak. Buni erkakchilik deymiz. 7-chi sifati irodalik bo'lish. Bu irodalik eng muhim omillarning birisi. Ya'ni insonga nisbatan erkaklikni namoyon qiladigan eng muhim omil o'zining nafsidan g'olib kelish. Yomonlikqa tashabbus qiladigan nafsidan g'olib keladigan inson iroda bo'ladi. Agar o'zining nafsidan g'olib kelolmasa, u vaqt shaytonning g'olib kelolmaydi. Shayton faqatla moddiy jihatdan insonni aziqtirmaydi, fikriy jihatdan, tasavvur jihatdan, xiyol, vasvas jihatdan ozdirib. Buni ozdirib, buningdan g'olib kelmagan inson va boshqa insondan iborat shaytonlardan g'olib keladi. Shuning ishning bashi o'zining nafsidan g'olib kelish. Nafsining kayniga kirmaslik, yomon do'stlarga ergashmaslik. Yana shuni bilan birlikda biroz eg'ir-besiq bo'lish, iroda bilan birlik. Ya'ni ochchig'im keldi deb bilan qaynamaslik, ochchig'im keldi deb bilan toshmaslik, so'zlamaslik. Chunki ochchig'lanish erkaklikning tamoman ziddidir ko'zi. Chunki payg'ambar alayhisalom bu vaqtda laysa shadidu bisura. Erkakchilik, nochilik bizning chelishqa vaqtida yengib olganlik ish bo'lgan qashamiz. Biz sizni besib olganlik bilan badanining kuchi bilan bo'lgan ish emas. Uning muqaddimasi turgan, oldi turadigan bir aloyidlik bor. Sifat va o'lchim bor. O'g'am bo'lsin, ochcha kelgan chog'da o'zini kontrol qila olgan odam bu haqiqiy nochid. Chunki ko'pligan odam cheniqsa, harakat qilsa boshqalar besib oladi. Ammo ko'pligan odamlarningki ochcha kelgan chog'da o'zini kontrol qilish, besib olishi yoki eg'ir besib qolishi bu tasdiq to'xtaydi. Shuning bu yerda alohida bu nuqtani payg'ambarimiz ta'kidlagan. 8-chi o'lcham oilani to'g'ri idora qilish. Ya'ni oilani to'g'ri idora qilish maqsad shariatning ro'yi bo'yicha oila shakllantirish, oilani shunday boshqarish, to'g'ri yo'lga tashabbus qilish, ayol bolalarga ko'yinish va ularning ishlariga hamkorlash. Bu bir jup qatorish. Oxirgi birisi axloqli bo'lish. Erkakchilikninki yoki erkaklikninki o'lchami axloqli bo'lish. Erkaklik axloq va odamgarchilikdan ayrilmaslikka tashabbus qildi, yoki taqozo qildi. Chunki inson ilm ma'rifatda osmonga chiqib kelsimi, haqiqat yuksak bir maqomga erishsin, lekin uning axloqi puchak bo'lsa, axloq nachar bo'lib qolsa, bu inson o'zining erkaklik ruhini yo'qdir. Nimish qilsa axloq buzilgandikinlar bir yana cho'qim chatash chiqadi buni. Ya tili buzuq bo'ladi, ya qalbi buzuq bo'ladi, yoki jismi buzuq bo'ladi, yoki bir yer buzuq bo'ladi. Çünkü bu yerda erkakchilik ruhiga ega bo'lish uchun axloq inson nisbatan indoim muhim. Çünkü bu sebepten dinimiz bu axloqning ruhini eskartib, axloqliq bo'lgan inson masjiddan chiqmay kechalari tahajjud o'qigan insondek fazilatga erishadi. Xo'sh. Demak ki biz xulosalgan vaqtimizda bu erkaklik nad namoyon bo'lsa, bir jonliq aqidada
anlıq aqlda, yani dötlük bilen bu erkeklik yetkin olmaydı. Çünkü payda yetkizdim de millet ziyan ekildiğin işler kılıp oturdu ansız olganca. Callak akide, anlıq aql, yüksek bilim marifet, ütkür, tavranmaz irade, kurban beriş ruhi, askerlik ruhi. Davamlıq ben dahi olsam, yetekçi olsam deb turib olmay. Ben de iş kıysam, emel kıysam, bolta deydiğen ruhi, askerlik ruhi ve mesuliyetçilik ruhi da şekillendi. Yak namayam. Bunun bilen bu erkeklik ruhini, yak erkekçilik ruhini aşığın olur. Eğer biz yuqur deyilgen muşu 9 xil ölçem, yak 9 xil süpet igi olarsak, bugün kunlikte bizni bu xapılık tıkıvatkan, bugün kunlikte beşimizde ağırtıvatkan, bugün kunlikte bizni bir noktaga, bir yakiliş tosal olavatkan her türlük illetler, bölünüş, parçalanish, shaxsiyatchilik, asadxo'rlik, manmanchilik, shuhratparastlik yoki cho'ngchilik yoki aka bo'lish degan o'xshash boshqasi bu illatlardan qutulgan bo'ladi. Allohning yordamiga erishadigan bo'ladi. Yadullohi ma'al jamoa degan o'yinchining hukmi bo'yicha. Dushmanning oldida bu darajada xor kuniga qanmagan bo'ladi. Erkaklik ruhimiz saqlangan bo'lsa. Demak, bu ruhni yo'qotdi. Bu ruh erishamadi. Natijada mahkumlik duch keldik. Qachonki biz mush ruhni asli keltiralasak, izzat sharafimiz bilan yashayoladigan, izzat sharafimiz bilan kun kechiradigan holatga erishamiz. Ya'ni mustaqil bo'lamiz. Agar erkaklik ruhiga ega bo'lmasak, erishamay qolsak, passivlikimizni yo'qotmasak, yana bu ishimiz, yana bu xabaligimiz mushda davomlashib degan. Ko'p rahmat, Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi 89-sonimizmi mishada oxirlashtiraylik. Haqiqatan ustoz so'zlab o'tgandek, ya'ni shunday bir zamonda oxirgi 3-4 bo'lim darsimizda so'zlayotganlarning hammasi o'zimizning ahvolini nazarda tutishimiz kerakligini ro'shan echib beradigan shaklda turibdik. Shunday bir zamonda yashayapmizki, nurg'un atrofimizda jinsi erni ko'rgan bilan jins jihatdan ama haqiqiy sifatlangan, talab qilingan bu erkekliklar to'liq az bir zamonda yashayapmiz. İslamning bu o'lchamlarida islom haqiqiy erkaklardan nima talab qilganligini bugungi temamizda nihoyatda go'zal echib berildi. Shunga shu arablardan bir so'z bor. Masalan, Qur'oni Karimda Alloh masalan shu er ayol yaratganligi haqidagi rizq berish, miros elish masalalarini tilga olgan vaqtida arab tilida zakar degan bir so'z bor. Masalan, er kishini, masalan, kimlikdimi, o er kishi bo'lgan bo'lsa zakar deb yozdi. Unsa bo'lsa ayol degan gap hamda. Bu so'zni tilga oldida hamda Qur'onda tilga olingan vaqtida masalan o'zininki insonlarni masalan er ayol yaratganligi haqida shu zukur, zakar degan bu so'zni tilga olib o'tdi. Ammo Alloh yaxshi ko'radigan yuqori so'zlab kelgan bo'lsa 50 necha dedik. O'zi yaxshi ko'radigan, jasorat talab qiladigan, qahramonlik talab qiladigan, butun yuqorida so'zlab o'tilgan barliq fazilatlik ishlarning hammasi talab qilinadigan yerda hech bir yerda bu er ayollik nuqul jinsini ko'rsatadigan unsa yoki zakar degan so'z tilga olinmaydi. Balki rijal, yani haqiqiy erkaklik so'zini tilga olib o'tdi Qur'oni Karimda. Yani bu so'zdimi va bu ikki nimaninki faqatlam er bo'lib tug'ilib qolganlikninki u rijalning jumlasiga kirmaydiganligimizni ro'shan tushuntirib berdi. Shuning uchun Rabbimiz shu yaxshi ko'radigan islom, Alloh va Allohning rasuli yaxshi ko'radigan ana shunday haqiqiy rijal erkaklarning sifatiga erishish uchun barliq tirishchiligimizni bunga sarf qilishimiz, kuchimizni ana shunday kishilardan bo'lishga sarf qilib tirishchilik ko'rsatishimizning qanchalik muhim ekanligi chiqib turdi. Rabbim nurg'un kamchiliklarimiz, nuqsonliklarimizning sanab bulanmaydigan darajada ko'p bo'lishiga qaramay bizning ojizligimizga rahim qilib, shunday kishilarning jumlasidan qilishini tilaymiz. Alloh umr bersa oldimizga hafta yangi bir sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.